qizmi? Voy ku, tabriklayman, o'g'il ekan. O'g'il. Ya bu qizingizga nima balo bo'lgan? Men unga qiz tug'dirdim-ku. Dada, vaqtsa buzildi. Ketdik, bu ko'p limonad ichamiz. Bo'pti, jirag'ay qizim, o'zlaringiz olib chiqaringizlar. Yo, tavba, nima qizmas o'g'il deb xafa bo'lgan odamni birinchi marta ko'rishi. Dada, ozgina suyanay. Nima aytaman, ho'kiz jegan ichganga suyan bolam. O'zi charchab o'tiribman, o'g'lim. Qizim yana o'tirasizmi, bo'ldi tushasizmi? Yo'q, tushmayman. Xo'p, nerishsiz qilmang, bo'ynimizga botib ketmagan bo'lsa, bo'ldi qizim. Ye, buni qaranglar, qiz tutsan keragi yo'q degan odamga qizimsiz hayotni keragi yo'q bo'lib qopti-ku. Dada, qizni futbolga boraman, ha? Ha, ho'kiz tursa borasan, zing'illab. Ha, eshitishimcha qizlarning orqasidan yurarmishsizmi? Nafaqat yuraman, kerak bo'lsa yuguraman. Nimaga? Dada, yetolmagan kalka. Yetolmagan. Ana ko'rdingmi, hozir yugurmasam yetolmayman. Bek aka. Qo'limga qo'y, qo'limga ko'zing bormi? Akangga ber. Bitta suv deyiblab qo'ya olmaysizlarmi? Ho'kizdek bo'lib, bor qirda ekunga. Og'iz ochiqlar. O'zim yaxshilab qo'limga suv qo'yib qo'ytinglar, qizim. Ha, qo'limga. Qo'limga. O, ana bahanada boshim ham toza bo'ldi. Asal qizim, turg'ib bitgan foyda. Uncha populaturasi bor ashinangizni o'g'lingizdan nima farqi bor? Farqi qiz bola otaga, o'l bola xotinga mehribon bo'ladi-da. Tilla qizim, shikolat tabirsam yeysanmi? Ha, yeyman. Kichcha, sen ham yeysanmi? Yo'q, yemeyman. Ha, to'g'ri qilasiz, yemang. Siz shundoq ham dadamdan birini yedingiz.